opa. Yaxshimisiz? Yaxshi dam olyapsizmi? Rahmat. Bitta savolim bor. Yaxshi nonushta qildingizmi? Siz chiroyli nonushta bo'ldi. Maza qildik. Gaplashib maza qilamiz hamma yigitlar bilan. Opa, sizga bitta savolim bor edi mana. O'zingizga shu obro'yingiz bor, zo'r ishingiz bor. Lekin greenleaf tanladingiz. Nima sabab bo'ldi greenleaf tanlashingizga? Xudoga shukr, o'sha ishlarim hozir ham bor, greenleafdagi faoliyatim hali ham bor. Lekin greenleafdagi men nima uchun kirganimning eng asosiy sababi, men har doim 100% toza ekologik mahsulotni hurmat qilganman va yaxshi ko'rganman. Mahsulotni sevib qoldim. Shuning uchun ham hozir menimcha u siz kimsiz, jamiyatning qaysi pog'onasida xizmat qilasiz yoki qanaqangi nufuzli tashkilotdasiz, menimcha o'zini hurmat qilgan inson, o'zini yaxshi ko'rgan inson hamisha 100% toza ekologik mahsulotni ishlatib keladi. Men mahsulotni sevdim, hech narsaga qaraganim yo'q. Bo'ldi dedim. Shuni sevdim dedim, shunga kelib hamkor bo'ldim. Oddiygina, hech qanaqa siri yo'q. Rahmat opa. Sog' Kim bo'ling. agarda o'zini hurmat qilsa, bugundan boshlab hayotiga o'zgarish kiritmoqchi bo'lsa, 100% toza ekologik mahsulot bo'lgan Greenleafga kelinglar, butun boshli oilalarni, o'zinglarni sevinglar va albatta Greenleafda biz bilan birga mazza qilib sayohatlarga chiqinglar. Hammamiz yaxshi, zo'r, chiroyli, toza hayotlarda umr kechiramiz. Hammanglarni yaxshi ko'raman. Rahmat opajon.